Xolos sizda qandli diabet bor ekan, implant qo'yish mumkin emas sizga. Sizga ham qaysidir stomatolog mana shunday deganmi va siz noqulay, ovqat ta'mini sezmaydigan va eng yomoni doimiy og'izdan tushib qoladigan syomni, ya'ni olib qo'yadigan protezni bir umr taqishga majburman deb o'ylayapsizmi? Unda shoshilmang. Tibbiyotda ishonchli va eng muhimi sinalgan bir usul bor. Assalomu alaykum, mening ismim Farhod Usmonov, tibbiyot fanlari doktor, professor, 10 yildan ortiq ortoped, stomatolog, implantolog bo'lib faoliyat yuritaman va bugun biz siz bilan qanday qilib xavf-xatarsiz, mustahkam va eng muhimi uzoq yillar davomida ishonchli xizmat qiladigan tishlarga qanday qilib ega bo'lish mumkinligi haqida oshchasiga gaplashamiz. Agar sizda yoki yaqinlaringizda diabet yoki sahr bo'ladigan bo'lsa, unda mana shu videoni bironta ham so'zini qoldirmasdan ko'ring, chunki oxirida biz sizni yillar davomida qiynab kelayotgan muammoni hal qiluvchi maxsus taklifni beramiz. Keling, oshchasiga gaplashamiz. Nima uchun juda ham ko'pchilik stomatologlar, implantologlar aynan sahrni, diabeti bor bo'lgan bemorlarga implant qo'yishdan qo'rqishadi? Sababi esa oddiy, ya'ni diabet qonda qand miqdorini oshiradi. Bu esa qon tomirlariga ta'sir qiladi va to'qimalarni rivojlanishini, ya'ni regeneratsiya jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa suyak va implantlarni birikishi, ya'ni xususan ostintegratsiya jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tajribasi kam bo'lgan vrachlar nima qiladi? Bunday holatlarda ular mana bunday tavakkalni bo'yniga olgisi kelmaydi va sizga oddiygina syomli protez tavsiya qilib qo'ya qolishadi. Lekin ular sizga aytmaydigan bir dahshatli fakt bor. Ya'ni bu diabeti bor bemorlarga syomli protez qo'yish implantdan ko'ra o'ta xavfliroq hisoblanadi. Nega? Chunki protezlar doimiy ravishda ovqat chaynagan paytda milklarni ezadi. Bunday vaziyatda esa ular yemiriladi. Diabet kasalligi bor bo'lgan bemorlarda esa shundoq ham milklari nozik bo'ladi va u yerda ko'plab yaralar paydo bo'lishiga olib keladi. Lekin diabeti bor bemorlarda yara qanchalik qiyin va sekin bitishini haqida o'zi shundoq ham yaxshi bilasiz. Bu yaralar esa keyinchalik jiddiy yallanishga va eng yomoni suyaklarning atrofiyasiga, xususan ularning yemirilishini tezlashtiradi. Xo'p, yechim nima? Yechim bu to'g'ri protokol va yuqori tajriba. Chunki zamonaviy xalqaro standartlar qandli diabet implantatsiya uchun mutlaq qarshi ko'rsatma emasligini isbotladi. Faqatgina qat'iy qoidalarga amal qilinsa bo'ldi. Diabeti bor bo'lgan bemorlar juda ham katta bir xatoga yo'l qo'yishadi. Ular ko'proq arzon implant izlashadi. Esingizda tuting. Siz uchun diabet holatida eng arzon yoki implantning narxi yoki brendi emas, eng muhim jihat bu vrach, ya'ni shifokor stomatologning tajribasi va klinikaning imkoniyatlari eng muhim rol o'ynaydi. Implant $1000 bo'ladimi yoki $200 bo'ladimi? Agar shifokor, stomatolog, implantolog diabetik suyak bilan ishlash texnikasini bilmasa, u implant baribir tushib ketadi. Biz Restom klinikasida diabetik bemorlarga implantatsiya o'rnatishda quyidagi protokollardan foydalanamiz. Birinchisi bu glikemik nazorat. Ya'ni biz sizdan oddiygina qon tahlilini so'ramaymiz. Biz sizdan glikozlangan gemoglobin analizini so'raymiz. Ya'ni mana shu analiz natijasiga ko'ra, agar natija 7-8% yoki undan past bo'ladigan bo'lsa, unda biz sizga bemalol implantatsiya jarayonini o'tkaza olamiz. Agar yuqori bo'ladigan bo'lsa, unda biz endokrinolog mutaxassis bilan ushbu ko'rsatkichni normaga tushirib olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu kesmasiz jarrohlik. Ya'ni bilasiz, diabet kasalliklarida qanchalik jarohat kam bo'lsa, u shunchalik tez bitadi. Shuni hisobiga biz milkni kesib o'tirmaymiz, suyakni ochib o'tirmaymiz. Mana shunday holatda biz aynan 3D navigatsion shablondan foydalanamiz. Bu nima degani? Bunday holatda biz oldindan bemorning suyagini millimetrgacha o'lchagan holatda shablon tayyorlab, u yerda kichkinagina teshik qilgan holatda implantlarni o'rnatib beramiz. Bu yerda demak kesib o'tirilmaydi, choq qo'yilmaydi, eng muhimi shish bo'lmaydi. Mening faoliyatim tufayli qandli diabetning 2-tipi bilan 15 yildan beri og'riyotgan yuzlab bemorlarim bor. Ular boshqa stomatologga borishganda sizga faqatgina syomli protez taqasiz deyishgan. Lekin men ularga biz o'zimiz tajribamizdan kelib chiqqan holatda xuddiki All-on-4 yoki All-on-6 kabi yuqori yoki pastki jag'larni 4 yoki 6 ta implantlar bilan tish jag'larini to'liq tiklab berganmiz va to'g'ri qilingan protokol orqali o'rnatilgan implantatsiya jarayoni bo'lganligi uchun hozirgi paytda ularning implantlari 98% holatlarda bitgan. Hozir ular xohlagan ovqatlarini bemalol yumshoqmi, qattiqmi, yong'oqmi, go'shtni bemalol yeyishmoqda. Biz ishlatadigan implantlar, ya'ni gidrofil yuzaga ega bo'lgan implantlar qonni o'zini yuzasiga tez tortib oladi va aynan diabetik suyakda o'zini juda ham yaxshi ko'rsatadi. Lekin yana qaytarib aytaman, bu jarayonlarni faqatgina 20%gina implantning sifatiga bog'liq. Lekin qolgan 80% bu jarroh stomatologning aynan mana shunday protokolda ishlay olish texnikasi, ya'ni tajribasiga va kuchli malakasiga juda ham bog'liq bo'ladi. Klinikamizda har bir holatni biz 3D tomografiya orqali individual analiz qilamiz. Biz oddiy taxminlarga emas, balkim ilmiy tadqiqotlarga ega bo'lgan jahon standartlariga asoslanamiz. Agar siz ham diabet sababli tishsizlikdan, qattiq ovqat yeya olmaslikdan va eng muhimi soxta protezlardan charchagan bo'lsangiz, unda o'zgarish vaqti keldi. Videoni boshlayotgan maxsus taklifga kelsak.
Men bilaman, sizda hozir meni bunday holatimda haqiqatan ham iloji bormi degan ikkilanish bor. Bunga aniq javob berish uchun men sizga diabetik bor bo'lgan bemorlarga maxsus diagnostika va konsultatsiyamizni taklif qilaman. Bu taklifimiz o'z ichiga nimalarni oladi? Demak, birinchisi bu 3D tomografiya tahlili. Bu jarayonda biz eng muhim jarayonlardan biri bo'lib, bunda har bitta suyakning holatini zichligi, qattiqligi, kengligi hammasi to'liq aniq o'rganilib, analiz qilib chiqiladi. Ikkinchisi bu tahlillaringiz, ya'ni qon tahlillariningizni shaxsan o'zim yaxshilab, chuqur o'rganib chiqib, har bitta holatni aniq ko'rib chiqiladi. Uchinchisi esa mana shu olingan ma'lumotlar asosida biz sizga aynan qanday davolash rejasi to'g'ri kelishi, nechta implant qo'yishimiz va eng muhim jihatlar qaysi etap qancha davom etishi haqida ma'lumot beramiz va eng muhimi umumiy summa qancha bo'lishini hisoblab beramiz. Buning narxi esa atigi 300 ming so'm. Shunchaki narx so'rab o'zingizni sog'lig'ingizda tajriba o'tkazadigan joy qidirmang. Ya'ni siz ilmiy dalillarga asoslangan va yuqori tajribaga ega bo'lgan Reston klinikasini tanlang. Aytgancha bizning klinikamizda tish implantlarimiz 3 million 200 ming so'mdan boshlanadi va xususiyati va qanday xususiyatlarga ega bo'lishdan kelib chiqib toki 9 million so'mgacha davom etadi. Lekin shuni unutmangki, implantlarni holati qanday bo'lishi faqatgina 20% holatda muhim hisoblanadi. Qolgan 80% holatlarda bu eng muhim jihati. Bu jarroh stomatolog, ya'ni yuqori standartlarga ega bo'lgan, yuqori tajriba, malakaga ega bo'lgan jarroh stomatolog implantologning ahamiyati 80%, undan ham ko'proq foizni tashkil qiladi. Klinikamiz Toshkent shahrida, ya'ni Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi 61-uyda joylashgan. Agar siz ham bizni boshqa bemorlarimiz, ko'plab bemorlarimiz kabi uzoq yaqindan, xususan mana Qozog'iston, Qirg'iziston yoki boshqa chet davlatlardan agar tashrif buyuradigan bo'lsangiz, unda hech ham xavotir olmang, chunki bizni Reston jamoamiz sizni tashrifingizni tez, qulay va eng muhimi yuqori saviyada o'tishiga ta'minlaydi. Video ostida havola qoldirganmiz. Mana shu havolada siz o'zingizni ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, menejerlarimiz siz bilan birga bog'lanib, sizga qulay bo'lgan vaqtni rejalashtirishadi. Tishsizlik va diabet sizni tabassumingizni o'g'irlashiga aslo yo'l qo'ymang. Siz bilan klinikamizda ko'rishamiz. Aytgancha, bizga obuna bo'lishni unutmang.